Assalomu alaykum, hurmatli doktorlar. 3D rentgen bo'yicha yangi funksiyalar qo'shilgan. Masalan, ruchnoy dugan chizishda ko'pchilik qiynalyapti. Men bu funksiyani olib tashlashgan deb, yo'q. Bu funksiyani yana mukammallashtirishdi. Ya'ni men bu yoqda 3 xil funksiya qo'shildi. Birinchi funksiya, men bu singlni bossangiz agar, bemalol men bu funksiya qo'shiladi. Bundan tashqari, men bu funksiyani agar bosganingizda, bu yoqda mana bu krujok paydo bo'lganda buni kattalashtirsangiz, ya'ni obzorni yana kattaroq qilib ko'rsatadi. Kichikroq qilib ko'rsatsangiz, panoramda rentgenni yana kichraytirish kichraytirib ko'rsatishi kerak. Xo'p, undan tashqari yana bir xil nervni kanal funksiyasi ham o'chib ketgan deyishdi. Yo'q, unaqa emas. Men bu yoqda ham yangi funksiya nervni kanal bo'yicha, men bu yoqda kanal degan funksiya bor edi va avtokanal degan funksiya bor edi. Uni olib tashlashganda men bu yoqda mana bu funksiyalarni agar yoqib qo'ysangiz, avtomatik duga chizishni boshlaydi. Va bularni o'chirmoqchi bo'lsangiz, o'chirganingizda har bittasi, ya'ni bu yoqda tishni olib tashlayapti. Bundan tashqari yana boshqa nervni kanalni o'chirish, mana bundan tashqari yana boshqa funksiyalarni o'z ichiga jamlab olgan. Sifat bo'yicha o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Sifat juda tiniq. Bundan tashqari men bu yoqda sharpen degan funksiyasi bor. Buni ishlatish esdan chiqmasin. Sizni kartikalka bilan ajratib berishi, o'sha kartikalkani ajratib berishi yumshoq suyakdan juda tiniq bo'ladi. Hammaga rahmat.